$8,000 zarariga olgan bo'larmidingiz? Forting 2022-yil. Bilasizlar, bu mashinani bir paytlar odamlar, ya'ni 1,5 million egalari ham, shaxsan egalari $25,000 ga olgan ekanlar. Endi $8,000 zarariga sotib yuboryaptilar. Menimcha endi bosib oladigan joyi. Mashina juda ham go'zal holatda. 2022-yil 116,000 probegida propanlargacha bor. Bir zapravka to'liq propan bilan 600 km. Agar benzin ham to'lab qoladigan bo'lsa, 1200 km yuraman dedilar. 1.5 turbina motor ekan. Xullas, mashinani Xitoy inomarkasiga qiziqadiganlar biladi. Beskulchoq dasturlari bor, panorama tomlari bor, elektropaket o'rindiqlari, pamять sidinalarigacha, abdufi, abagrefigacha bor. Like bosdingizmi? Hali ham bosmadingizmi? Bitta like bosib qo'ying. Chutki narxga topib qo'ydim. $25,000 ga olingan mashinani sizga $16,950 ga topib qo'ydim. Menimcha endi ham bosa olmasangiz bo'lmaydi. Nimaga arzon deysizmi? Bitta sabab bor, ko'rsatib o'taman. Bitta arzonligining sababi eshigida mana shu joyda kraskasi bor ekan. Ana shuning uchun ham arzonroq o'ryapmiz. Menimcha bemalol bosib oladigan joyi. Bitta like bosib, arzon inomarka qidirgan do'stlaringizga belgilab, shunday jo'natib, kommentda arzonmi, qimmatmi yozib izohda qoldiring.